Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Sizlar bilan bugun videolarni boshqa tillardan o'zbek tiliga dublyaj qiluvchi botni yangi imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Ko'rib turibsiz, hozir bu botga mana shu QR kod orqali yoki mana bu yerdagi foydalanuvchi nomi orqali ham bog'lansangiz bo'ladi. Bu bot Telegramda ishlaydi. Hozir sizlar bilan buni real vaqtda qanday qilib ishlashini, tezligini tekshirib ko'ramiz. Yuqorida ko'rib turibsiz, bu yerda sekundomer qo'yilgan. Men buni aynan mana shu chat qismiga video linkini yuboraman. YouTube sahifamdan yoki umuman boshqa sahifa bo'lishi ham mumkin, farqi yo'q. Yoki xohlasangiz o'zingizni kompyuteringiz, telefoningizni xotirasidagi videoni yuborsangiz ham bo'ladi. Agar siz yuboradigan linklarda o'sha videoni yuklab olishga qandaydir cheklovlar bo'ladigan bo'lsa, yaxshisi uni o'zingizni telefoningizga yoki kompyuteringizga yuklab olib, keyin botga yuborganingiz yaxshiroq. Demak, e'tibor qiling, mana bu yerda video bor. And in his mind, the best way to keep the ones that he loves safe is to keep them away from him. He kind of starts the film with this Mana shu O'rgimchak odam filmini o'sha bir qandaydir reklamasi shekilli. Keling, shuni yuborib tarjima qilib ko'ramiz. Hozir bu yerda to'liq ingliz tilida ekan. mindset of Mana linkini olamiz. Bu ishlarni hammasini telefonda ham qilish mumkin. Men linkini olyapman, siz shunchaki yuborish qilib botga yuborsangiz bo'laveradi. Menimcha bularni hozir ko'pchilik qiynalmasdan bajara oladi. Linkini mana tashladim. Mana hozir bu yerda ko'ryapsiz, mana shu video haqidagi ma'lumotlar olinyapti. Mana bu yerda demak, shu O'rgimchak odam degan kinoni o'sha nomlari va hokazo, YouTube qayerdan yuklanayotgani, davomiyligi va maksimal qanchagacha siz video yuborsangiz bo'ladi hajmi. Ko'ryapsiz, hozir 300 megabayt qilib o'rnatib qo'yilgan. Endi bu yerda ikkita ustun bor. Bittasi, birinchisi videoni bot o'ziga yuklab olib birdaniga tarjima qilishga harakat qiladi. Ikkinchisi, sizga yuklab qaytarib beradi. Ya'ni mana bu yerga qaytarib tashlab beradi. Siz uni xohlasangiz kimgadir yuborishingiz mumkin, o'zingiz foydalansangiz bo'ladi. Shuning uchun bularni tanlashda albatta shunga e'tibor qiling. Agar bularni tanlasangiz sizga tashlab beradi, uni tarjima qilish uchun xohlasangiz qaytadan botga yuborasiz. Agar buni bosadigan bo'lsangiz birortasini, u o'ziga yuklab olib, dublyaj qilib, keyin oxirida dublyajni tashlab beradi. Keling, masalan, men hozir o'ziga yuklab olib, dublyaj qilib, keyin menga tashlab berishni xohlayapman deylik. Mana bu yerda eng yaxshi shu mana bu sifatlarning ichidan 180 ni tanlab yuboramiz. Xohlasangiz bunisini yuborsangiz ham bo'ladi. Lekin mana bular ishonchliroq, yuklab olish ehtimoli yuqori. Keling, men endi mana buni yoqib qo'yaman. Hozir bu ko'ryapsiz, o'ziga yuklanyapti. Mana. Endi buni to'xtatib turdim, sababi bu yerdagilarni tushuntirib, keyin yana davom etamiz. Xo'p, bu yerda mana birinchi qatorga e'tibor qiling. Tilini avtomatik botni o'zi aniqlaydi. Dublyaj qilishda u ingliz tilidagi videomi, rus tilidagi videomi yoki xitoy tilimi, koreysmi farqi yo'q, o'zi avtomatik bu yerdan aniqlaydi. Agar siz videoni tili aniqlanishida hech qanday xatolik bo'lishini xohlamasangiz, siz o'zingiz bu yerdan tilni ko'rsatishingiz mumkin. Bu yerda hozir tillar soni 4 ta ekan. Ularni ko'paytirishimiz mumkin. Shuning uchun yaxshisi avtomatikka qo'yib qo'ysak, bu yerda yo'q, tillarni ham o'zi aniqlaydi. Keyingisi tarjima. Avtomatik birorta tilni aniqlagandan keyin uni qaysi tilga tarjima qilmoqchisiz, qaysi tilga dublyaj qilmoqchisiz. Bu yerda ham tillarni tanlash mumkin, faqatgina o'zbek tili emas. Masalan, ingliz tilidan rus tiliga yoki rus tilidan ingliz tiliga yoki shunga o'xshagan bitta tildan boshqa tilga. Aynan o'zbek tili bo'lishi shart emas. Bizga o'zbekcha kerak, shuning uchun o'zbekcha bu yerda turibdi. Keyingisi ko'ryapsiz, ovozni avtomatik aniqlash. Ya'ni bu yerda erkak kishi gapiryaptimi videoda yoki ayol kishi gapiryaptimi, mana shuni to'g'rilash mumkin. Mana avtomatik, mana endi erkak bo'ldi, ayol va avtomatik. Avtomatik bo'lgani yaxshiroq, sizga hech qanday muammo tug'dirmasligi uchun. Keyingisi subtitr, ya'ni videoni tagida
o'sha ko'rinib turadigan videoda aytilayotgan gaplarni chiqib turishini xohlasangiz, subtitrni yoqib qo'yishingiz mumkin. Bu yerda ham imkoniyatlar ancha keng. Subtitrni yoqib, uni dizaynini to'g'irlasangiz bo'ladi va mana bu yerdan subtitr qaysi tilda bo'lsin, aynan videoni o'zini tilidagi subtitr qo'yilgan bo'lsinmi videoga yoki masalan mana bunaqa bu asl til bo'ladigan bo'lsa, mana bu tarjima qilingan. Mana bu tarjima. Ya'ni o'zbek tiliga dublyaj qilgandan keyin o'sha o'zbekcha matn videoning tagida ko'rinib tursinmi? Subtitrni tushunishingiz uchun mabodo kimdir tushunmasa, keling men nimaligini ko'rsatib qo'yay. Xo'p. Mana, bu yerdagilar subtitr emas. Keling shuni ochamiz yaxshisi. With this mindset. Mana hozir subtitrni yoqsak, bunda subtitrni yoqish imkoniyati bormi o'zi? Normal. Mana. Qarang, bu yerda subtitrni yoqish ishlamayapti. Subtitr yoqilsa tagida mana bu yerda ovozlarda nima deyayotgani chiqib turadi. Ketma-ket chiqib boradi. Menimcha tushundingiz, ko'pchilik bu narsani biladi. Xo'p, yana nima qoldi? Keyingisi gapiruvchilarni ajratish. Ya'ni videoda agar bir necha kishi gapirgan bo'lsa, erkak kishi, ayol kishi, mana shularni alohida farqlab, erkak kishiga erkak ovozi, ayol kishiga ayol ovozi berilishini xohlasangiz, siz mana shuni yoqib qo'yasiz. Mana yoqilgan. Shu bilan endi tarjimani boshlasak bo'ladi. Menimcha yuqoridagi sozlamalar sizga hammasi tushunarli. Qaysini xohlasangiz yoqasiz, qaysini xohlasangiz yoqmaysiz. Men hozir mana subtitrni ham yoqib qo'ydim, tarjima to'g'rilab. Keyingilari bu tarjimaga oid emas, ya'ni dublyajga oid emas. Videongizni xohlasangiz ovozini olib tashlab, ovozsiz video qilib sizga yuboradi. Xohlasangiz videodan ovozni o'zini ajratib olib sizga yuboradi. Masalan, biror bir videoda sizga videoni o'zi emas, qo'shig'i kerak bo'ladigan bo'lsa, siz uni qo'shiqqa aylantirib olsangiz bo'ladi shu orqali. Mana bu yerda endi matn olish, ya'ni o'sha videoda nimalar deyildi, qaysi minutda, qaysi sekundda, qaysi so'z aytildi. Umuman olganda o'sha subtitrni ajratib beradi. Keling biz tarjimani boshlaymiz. Mana tarjima jarayoni boshlandi. Buni ham yoqib qo'yaman. Bu toki tarjima bo'lgunicha ishlab turadi. Faqat orada, masalan, kutib qoladigan vaqtlarimizda men umumiy mana shu videoni tezlatishim mumkin, lekin mana buni o'zgartirmay turamiz. Shu yerda yana bir tavsiya, agar videongiz qancha qisqa bo'lsa, masalan 20 sekund, 1 minut, 2 minut, bular sizga sekinroq tarjima qilinayotgandek tuyulishi mumkin, chunki ichida sun'iy intellekt modellari qayta ishlashga ancha vaqt oladi. Lekin kattaroq video bo'lsa, 5 minut, 6 minut, 1 soat, 2 soat, bunaqa videolar agar taqqoslasak, nisbatan 1 minutlik, 2 minutlik videoga nisbatan tezroq dublyaj qilinadi. Hozircha mana bu yerda ko'ryapsiz, 26% ga bajarildi. Hozir bu botni yaxshi qulayligi, siz bo'layotgan jarayonlarni, bosqichlarini ko'rib turasiz. Ishingiz qanchalik bitdi. Agar siz bu bot bo'yicha qandaydir savollar orqali murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, bizga bog'lanishingiz mumkin. Admin ko'rsatilgan. Agar sizga shu kabi yoki bundan ham murakkabroq yoki umuman boshqa yo'nalishdagi dasturlar, botlar kerak bo'ladigan bo'lsa yoki umuman web platformalar, telefonlar uchun dasturlar va hokazo, albatta murojaat qilishingiz mumkin. Mana shu bizni Telegramdagi manzil. Mana bu yerda hozir 60%, 76%. Shu o'rinda sizga yana bir nechta tavsiyalar berib o'tmoqchiman. Aynan videongizni dublyajı sifatli chiqishi uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Bu dublyaj jarayoni asosan
ovozga tayanganligi sababli videodagi ovoz toza, shovqinsiz, ravon, tezlashmagan yoki umuman o'zi tez gapirilmagan videolar bo'ladigan bo'lsa, dublyajda ham sifati shunga yarasha yaxshiroq chiqadi. Gaplar bir-birini ustiga chiqib ketmaydi. Agar tez gapirilgan video bo'ladigan bo'lsa, gaplar bir-birini ustiga chiqib qolishi mumkin. Oddiy mana hayotiy videolar, hayotda biz gaplashgandek gaplashiladigan, so'zlashiladigan videolar bo'ladigan bo'lsa, ularda hammasi ancha yaxshi ketadi. Lekin ba'zi videolar montaj qilinadi, kesiladi, ovozlar juda ham orasi qisqa bo'ladi. Mana shunaqa videolarda ovozlar bir-birini ustiga chiqib qolishi ehtimoli bor. Siz botni imkoniyatlari bilan yana ham tanishmoqchi bo'lsangiz, menyuni bosib, mana bu yerdan startni bossangiz ham yoki helpni bossangiz ham sizga ko'plab ma'lumot beradi. Mana bu orqali aynan sizda biror bir video qolib ketgan bo'lsa dublyaj jarayonida, shularni ko'rsangiz bo'ladi. Mana bizga video yuborildi, ko'ryapsiz, bu umumiy hisobda 4 minutdan oshdi. Keling to'xtatamiz va buni tekshirib ko'ramiz. Bu botni yana bir afzal tomoni videoni sifatini o'zgartirmaydi. Ya'ni siz tiniq yuqori sifatli video yuborsangiz, bu o'sha videoni xira qilib qo'ymaydi. Keling e'tibor qiling, qani natija qanday. Peter Parker har doim qiyin qarorlar qabul qiladi. Uning fikriga ko'ra, sevimlilarini xavfsiz saqlashning eng yaxshi yo'li ularni o'zidan uzoqlashtirishdir. Filmni u Peter Parkerni bir chetga surib, Spiderman uning butun hayotini egallashi kerak degan fikr bilan boshlaydi. Bu esa bosim va stressni keltirib chiqaradi. Shunday qilib, nafaqat boshqalar Peter Parkerni unutadi, balki Peter Parker ham o'zini unutadi. Bu esa uning eng katta qo'rquvi, chunki bu uning hayotidagi sevgisi, eng yaqin do'sti va uning uchun hamma narsasini qurbon qilgan xolasi bilan bog'laydigan yagona narsa. Bu menimcha bir xarakter uchun juda kuchli hissiy motivatsiya. Men Destin buni aytishga tayyor bo'lganidan juda xursand edim, chunki bu biroz yetuk va murakkabroq. Ba'zan Spiderman qiyin ishni qilishga majbur, hatto bu Peter Parkerning yuragini o'g'ritsa ham. Mana ko'rdingiz, bu yerda erkak kishiga erkak ovozi, ayol kishiga ayol ovozi berilgan va tagida o'sha men yuqorida aytgan subtitr ham qo'yib berildi. Agar subtitr nimaligini mana bu yerdan ko'rsatadigan bo'lsa, mana bu gapiryapti, nima deyotganini o'zbek tilida, bu esa uning eng katta qo'rquvi deb aynan o'zbek tilida qo'yib beryapti. Agar siz o'sha yuqorida sozlamalarda asl til ko'rsatganingizda edi, ingliz tilidagi video bo'lsa, bu yerda ingliz tilidagi subtitr chiqgan bo'lar edi. Va yana bitta qiziq tomoni, e'tibor qiling, ayol kishi gapiradigan bo'lsa, uni subtitrini rangi boshqa bo'ladi. Ayol kishinikini rangi boshqa, erkak kishinikini rangi boshqa. Xuddi ovozlar ham boshqa-boshqa bo'lgani kabi. O'ylaymanki, sizga botdan foydalanish tushunarli bo'ldi. Bemalol mana shunday foydalanishingiz mumkin. Bu bot albatta bu xizmatlari uchun sizdan to'lov oladi. Hozir mana 1 minutdan ziyodroq video uchun ko'ryapsiz, 1000 so'mga yaqin olingan. Bu yerda oylik tarif emas, eng minimal to'lov 30 ming so'm. Siz botga to'lov qiladigan bo'lsangiz, sizga 30 daqiqalik yoki undan oshiqroq videolarni dublyaj qilish imkoniyati beriladi. O'rtacha hisobda 1 minut uchun 1000 so'm. Ya'ni shunaqa hisoblasangiz bo'ladi. Va yaxshi tarafi, siz qancha ishlatsangiz, shunchasiga pul yechib olinadi. Bir marta 30 ming to'lov qilsangiz, unga faqatgina bir marta video tarjima qildirish shart emas. 3 minutlik videodan 10 marta tarjima qildirsangiz ham bo'ladi. Ya'ni ishlatganiga pul oladi. Siz qancha hisobingizga pul o'tkazib qo'yadigan bo'lsangiz, qolgan qoldiq hisobingizda turaveradi. Mana masalan e'tibor qiling, hozir mana joriy balans menda 10 ming so'mdan kamroq qolibdi, 9,5 ming desa ham bo'ladi. Xizmat narxi mana ko'rsatilgan, video davomiyligi ko'rsatilgan va
Qancha vaqt ketdi videoni to'liq qayta ishlashga? 3,5 minut ko'rsatilyapti. Agar yana savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta murojaat qilishingiz mumkin. Men kerakli barcha ma'lumotlarni berdim. Keyingi darslarda ko'rishguncha